Assalomu alaykum. Texnik xabar yana efirda. Buni qarangki, olimlar ekstremal issiq va sovuqqa bardoshli super metallni yaratdi. Janubiy Koreya tadqiqotchilari taqdim etgan qotishma -196 darajadan 600 daraja issiqlikgacha o'z xususiyatini yo'qotmasligi mumkin. Janubiy Koreyaning Pohang va texnologiya universiteti olimlari materialshunoslik sohasida katta yutuqqa erishdi. Ular Selsiy bo'yicha 196 daraja sovuqdan 600 daraja issiqgacha bo'lgan harorat oralig'ida o'z xususiyatlarini saqlab qoluvchi qotishmani ishlab chiqdi. Yangi yuqori entropiyali nikel asosidagi qotishma giperadaktor nomini oldi. Uning asosiy xususiyati har qanday harorat o'zgarishlarida mexanik xususiyatlarini yo'qotmaydi. Ushbu yangilik o'ta muhim harorat tebranishlariga duch kelinadigan sohalarda qo'llanilishi mumkin. Gap kosmik raketalar, reaktiv dvigatellar, avtomobil chiqindi va gaz tizimlari, energetik turbinalar va sanoat quvurlari haqida ketmoqda. IT olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aynan bizning kanalimizda kuzatib boring. Salomat bo'ling.